3 yoshgacha bo'lgan bolalarni sunnat qilish mumkin emas. Erta sunnat qilish olat boshchasini kichik bo'lib qolishiga, mikropenisga olib keladi. Chunki o'sha sohadagi teri suyuqlik ishlab chiqarib, olat boshchasini namlab o'sishiga yordam beradi. Sunnat chaqaloqlik vaqtida qilinsa, qon ketish xavfi yuqori, chunki chaqaloqlarda qon ivishi nisbatan sust bo'ladi. Chandiqli fimoz rivojlanib, olat boshchasi va sidik kanalni siqib qo'yishi mumkin. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'p yiqilishadi. Bolalarda qovuq va tashqi jinsiy a'zolar atrofida yog' bo'ladi. Bu yog' tabiiy himoya vazifasini bajaradi. Bu yog' 3 yoshdan keyin so'rilishni boshlaydi. 3 yoshgacha sunnat qilinsa, yog' qatlami yaxshi rivojlanganligi uchun olat terisini ichkariga qarab torta boshlaydi va olat ichkariga qarab kirib ketadi. Fimoz kasalligi kuzatilsa, bolaning yoshidan qat'iy nazar sunnat qilish mumkin. Fimoz olat boshchasini qoplab turgan terining torayishidir. Butun jahon urologlar fimoz kasalligi kuzatilmasa, sunnat qilishni 3 yoshdan keyin tavsiya berishadi. Tibbiy nuqtai nazardan sunnat 3 yoshdan keyin qilinishi maqsadga muvofiqdir. Berilgan barcha informatsiyalar ilmiy isbotga ega va tibbiy nuqtai nazardan gapirildi. Birinchi sunnat bo'lgan odam necha yoshlarida sunnat bo'lganlar? Buni bilasizmi? Chaqaloqlardagi liqildoqlar qachon bitib ketadi? Har 100 ta chaqaloqlardan bittasida liqildoqlar to'liq 3 oygacha bekilib ketishi mumkin. Bu ham normal holat. Vitamin D va kalsiy qabul qilish liqildoqlarni tez yopilib qolishiga olib kelmaydi. Chaqaloqlarda 6 ta liqildoq bor. 4 ta yon, oldingi va orqa liqildoqlar. Yon liqildoqlar chaqaloqlar tug'ilgandan keyin yopilib ketadi. Orqa liqildoq 2-6 oyliklar orasida. Oldingi katta liqildoq esa 2 yoshgacha to'liq yopilib ketadi. Bolalar boshi liqildoqlar hisobiga kattalashmaydi. Aksincha, bosh miya o'sishi natijasida suyaklar va ular orasida joylashgan iplar cho'ziladi va bosh hajmi kattalashadi. Bosh suyaklarini bosh miya kattalashtiradi. Suyaklar orasidagi iplar 20 yoshgacha ochiq turishi mumkin. Bu degani bolalarning boshi 20 yoshgacha o'sadi. Undan keyin esa u iplar suyaklanishni boshlaydi. Liqildoqlarning kech bitishi yoki umuman bitmasligi, raxit, vitamin D yetishmasligi, irsiy kasalliklar, boshda suv bo'lishi, gidrotsefaliya kasalliklarida kuzatiladi. Liqildoqlar tez bitib qolganida va mikrosefaliya kasalligida bosh aylanasini har oy o'lchab turish kerak. Sizning farzandingizning boshidagi liqildoqlari necha oyligida bitgan? Chaqaloqlardagi liqildoqlar nima uchun kerak? Agar chaqaloqlarda liqildoqlar bo'lmaganida, tug'ruq vaqtida bolaning boshi jarohatlangan yoki bo'lmasam bolaning boshi tug'ruq yo'llariga tiqilib qolgan bo'lar edi. Tug'ruq vaqtida chaqaloq bosh suyaklari bir-biriga yaqinlashib, bir-birining ustiga chiqadi va natijada bolaning bosh hajmi kichrayadi. Bola shu yo'l bilan tug'ruq yo'llaridan o'tib ketadi. Suyaklar bir-birining ustiga chiqib ketganligi uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarning boshi g'alati ko'rinishda bo'ladi. 3 kundan keyin suyaklar o'z joyiga qaytgandan keyin bolalarning boshi dumaloq, normal holatga keladi. Liqildoqlar qimirlab pulsatsiya berib turishi mumkin. Bu ham normal holat. Liqildoqlar qimirlab turganligi uchun Yevropada liqildoqlarni fontanchik deb ham atashadi. Liqildoqlar nozik ko'ringanligi bilan juda baquvvatdir. Liqildoq orqali bosh uzisini o'tkazish mumkin. Bitib ketgandan keyin esa boshni uzi qilib bo'lmaydi. Chaqaloqlar qancha sut ichish kerak? 1 oylik bola har ichganida 90-100 ml, kuniga esa 600 ml sut ichish kerak. 2 oylik bola har ichganida 100-120 ml, kuniga esa 700 ml sut ichish kerak. 3 oylik bola 150 ml, kuniga esa 800 ml sut ichish kerak. 4 oyligida 900, 5-6 oyliklarida esa 1 litr sut qabul qilish kerak. 6 oydan katta bolalar og'irligining 8 dan 1 qismini sut yoki bo'lmasam oziq mahsulotlari ko'rinishida qabul qilish kerak. Masalan, farzandingiz 10 kg, 10 ni bo'lamiz 8 ga 1250. Bir kunda farzandingiz 1250 ml sut qabul qilish kerak. Bir marotaba qabul qiladigan sut esa 250 ml bo'ladi. 10 kunligidan 1 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar tana massasini 5 dan 1 qismini ichish kerak. Ya'ni farzandingiz 2,5 kg, 2,5 ni 5 ga bo'lasiz. Ya'ni 500 ml chiqadi. 500 ml ni bir kunda qabul qilish kerak. Buni 7 ga bo'lsangiz bir marotabada qabul qila oladigan sut miqdori chiqadi. Ya'ni 70 ml. 2 oyligidan 4 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar tana massasini 6 dan 1, 4 oyligidan 6 oylikgacha esa tana massasini 7 dan 1ni qabul qilib oladi. Ya'ni farzandingiz 7 kg bo'lsa, 7 dan 1 1 litr bo'ladi. 1 litrni bir kunda qabul qilish kerak. Bu o'rtacha ko'rsatkichlarda sun'iy sut, smes, kashalardagi 0, 1, 2, 3 nomerlari nimalarni bildiradi? 1. Tug'ilganidan to 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlar uchun ishlab chiqarilgan. Tarkibi ona sutiga yaqin va bolalar organizmiga moslashtirilgan. Bolalarning rivojlanishi uchun barcha kerakli moddalari bor. 2. 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ishlab chiqarilgan. Bu yoshda bolalar ko'p harakat qilayotganligi va tez o'sayotganligi sababli ko'p energiya va vitaminlarga talabi kuchli bo'ladi. Ikkinchi raqamli sun'iy sutda biriga qaraganda ko'p oqsil, yog', uglevod, vitamin va boshqa moddalari ko'p bo'ladi.
1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ishlab chiqarilgan hamda 0 raqamli sun'iy sut mahsuloti ham mavjud. Bu tana massasi kam va vaqtli tug'ilgan chaqaloqlar uchun beriladi. Sun'iy sut mahsulotlariga qo'shimcha ravishda qo'shimcha ovqatlarni ham berish mumkin. Qo'shimcha ovqatlarni 6 oyligidan keyin berish tavsiya etiladi. Sigir va echki suti bolaning aqliy faoliyatini pasayishiga olib keladi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga sigir va echki sutini berish mumkin emas. Bolalar tez kasal bo'ladi, immuniteti va gemoglobini tushib ketadi. Oshqozon, ichak, jigar, buyrak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Keling 100 ml ona hamda sigir sutini tarkibi va farqlarini ko'rib chiqamiz. Oqsillar sigir sutida 3,2, ona sutida esa 1,2 gram, 3 marotaba ko'p. Ko'p oqsilni bola organizmi hazm qila olmaydi. Natijada ich buzilishlari kelib chiqadi. Shuning uchun buzoqlar 1,5 oyligida tana massasini 2 marotabaga ko'paytiradi. Bolalar esa 6 oyligida tana massasini 2 marotabaga ko'paytiradi. Yog'lar sigir sutida 5 gram, ona sutida esa 4,5 gram. Biroq ona suti tarkibida bolalarning aqliy faoliyatini yaxshi rivojlantiradigan yog' kislotalari 4 marotabagacha ko'p. Sigir sutida kalsiy va fosfor juda ham ko'p, lekin ular bolalar ichaklaridan yaxshi so'rilmaydi. Yaxshi so'rilmagan kalsiy bolalarda ich qochishlari, disbakterioz va rakit kasalligini keltirib chiqaradi. Vitamin E ona sutida 5 marotabagacha ko'p. Vitamin E immunitet va bosh miyani yaxshi rivojlanishda ishtirok etadi. Tuzlar sigir sutida 3 marotabagacha ko'p. Ortiqcha tuz bolalarning yuraklari va buyraklariga yomon ta'sir ko'rsatadi. Buyrak tosh kasalligini keltirib chiqaradi. Sigir sutida temir moddasi juda kam. Shuning uchun bolalarda anemiya rivojlanadi. Sigir suti ichaklardan yashirin qon ketishini keltirib chiqaradi. Bitta baquvvat ot molga o'xshab yugurar ekan, molga o'xshab yurar ekan. Odamlar so'rashibdi, nima uchun shunaqa baquvvat ot molga o'xshab yuryapti, molga o'xshab yuguryapti. Bitta biladigan odam aytibdi. Bu ot tug'ilganida onasi o'lgan. Bu otni egasi toychoq o'lib qolmasligi uchun sigir suti, mol suti berib katta qilgan. Ot yaxshi o'sdi, yaxshi, aqlli, baquvvat, lekin bitta nosi bor. Nima nosi? Ot katta bo'lgandan keyin molga o'xshab yuguradigan, molga o'xshab yuradigan bo'lib qoldi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Har bir jonzot sutida ma'lum bir o'sha sinfga doir bo'lgan ko'nikma, bilimlarni yaxshi rivojlantiradigan oqsillar, yog'lar, boshqacha qilib aytganda genetik kod beriladi. Sigir suti buzoq uchun, echki suti uloqcha uchun, odam ona suti bolani yaxshi rivojlanish uchun kerak. Aynan bolani yaxshi rivojlanish uchun turli xil moddalar berilgan. Boshqacha qilib aytganda genetik kod beriladi. Juda ham ko'p SMS keladi. Farzandimni echki sutida, mol sutida katta qilganman. Hammasi joyida. Xursand bo'ling, hammasi joyida bo'lganligi. O'zingiz tilingiz bilan aytib turibsiz. Mol suti, echki sutini farzandimga beryapman deysiz. Berganman deysiz. Tilingiz bilan aytib turibsiz-ku, echki, mol, odam suti emas u. Odam ona suti emas u. Hech qachon ona sutiga yaqinlasha olmaydi. Kerak emas, berish mumkin emas deyotganim yo'q. Faqatgina 1 yoshgacha berib bo'lmaydi. Kattalar ichadi, hech narsa bo'lmaydi deyishingiz mumkin. Kattalarning oshqozoni bilan bolalarning oshqozoni juda katta farqi bo'ladi. Kattalarning oshqozoni любой narsani hazm qilib tashlaydi. Bolalarning oshqozoni hazm qila olmaydi ko'p narsani. Shuning uchun 1 yoshgacha berish mumkin emas. Bolangizning boshi kattami yoki kichkina? Har oy bolangizning bosh aylanasini o'lchab turasizmi? Normada bolalarning boshi har oy necha santimetrga kattalashadi? Tug'ilganida bolalarning boshi 34-36 cm bo'ladi. 1 yoshli bolaning boshi 12 cm ga kattalashadi va 46-48 cm ga yetadi. Tug'ilganidan 6 oygacha har oy bosh aylanasi 1,5 cm ga kattalashadi. 6 oylikdan 12 oylikgacha esa har oy 0,5 cm dan kattalashadi. 1 yoshdan 5 yoshgacha har yili 2 cm ga, 5 yoshdan 15 yoshgacha esa har yili bosh aylanasi 0,5 cm ga kattalashadi. Bu dunyo bo'yicha olingan o'rtacha ko'rsatkichlar. Sizningcha bolalarning boshi qaysi yoshda eng tez o'sgan? Aynan mana shu yoshda bolalarga juda ham katta e'tibor berish kerak. Bolalar bir kunda necha marotaba siyish kerak? Tug'ilganidan 6 oygacha o'rtacha 20 marotaba 20 ml dan siyadi. 6 oydan 1 yoshgacha 14 marotaba 35 ml dan siyadi. 1 yoshdan 3 yoshgacha 10 marotaba 50-80 ml dan siyadi. 3 yoshdan katta bolalar bir kunda 5-8 marotaba siyadi. Siyishlar orasidagi vaqt esa 1,5 soatdan kam bo'lmasligi kerak. 3-4 yoshli bola kechasi va kunduzi siyib qo'ymaslikni o'rganib oladi. Buyraklar bir kunda 180 litr qon tarkibidagi suyuqlikni filtrlab beradi. O'shandan faqatgina 1,5 litrgina suyuqlik hosil bo'ladi. Ha aytgancha bolalar ona qornidalik vaqtidan siyishni boshlaydi. Savol, o'sha siydik qayerga ketadi?